3-chi qism. Barliq kuchimni yig'ib, qal'a darvozasiga o'zimni otdim. Yetishim bilan bir kuchning ta'siriga uchrab, orqamga yiqildim. Men yana davomli o'zimni darvozaga otdim. Yana o'xshash. Oxirda yana bir qator sinab boqayda o'zimni otdim. Bu qitim darvoza oldiga chiqdim. U qiz tarafga qarab yugurdi. U qizni yana shu bo'ri tishlab turardi. Men borgancha berib, u bo'rini uchirib etdim. Men u qizni ko'targanimcha qal'a darvoza oldiga keldim. Qal'a darvozasidan shundoq putimni elishim bilanla u qiz darvoza ichiga, men darvoza sirtiga uchib tushdim. Men tasta o'rnimdan turib, qal'a darvoza oldiga keldim. Yana putimni elishim bilanla yana orqamga uchib ketdim. Men bir necha qitim shunday qilgan bo'lsam-mu, yana o'xshash bo'ldi. Men qal'a oldida u qizni saqlab o'tirdim. U qiz tast ko'zni ichib, qal'a ichiga bir qarab etgandan keyin menga qarab, Bu ya qaya? Bu mening qal'arim, dedi. U qiz atrofga ko'z yugurtib etgandan keyin, Bu yoqqa kirmamsiz? deb menga qaradi. Men kiramayapman. Bu qal'a sehrlangan, dedi. U birdan shu joyda turib, past ovozda bir nimalarni o'qishga boshladi. Men u qizga qarab turdim. U birdandan keyin sat ovozda qaqoqlab kulishga boshladi. Hey qizchoq, sizga nima bo'ldi? Nimaga xush bo'lib ketdingiz? dedi. Men sening onangning kuchiga erishish uchun qanchalik badal to'laganligimni bilamsan. Men bu kunni kutib atqalay nurg'un yillar bo'ldi. Men kulib turdim. Sen onamning kuchiga erishgan taqdirdimi, bu qal'adan chiqib ketamaysan, dedi. O Qani ko'ramiz, deb qal'ani oqtirishga boshladi. Men qal'a darvoza oldida qarab turdim. U birdamdan keyin Topdim, deb parqiraq bir toshni ko'tarib chiqdi. Ayol qal'a darvozasini shundoq tutishi bilan qal'a darvozasidan chaqmoq chiqib, uni so'qdi. Orqama-orqa 5 qitim darvozani ochishga urindi. O eg'ir yaralangan edi. Bo'ldi qil, sen bu qal'adan chiqib ketamaysan. U sat ovoz chiqarib, Mumkin emas, deb to'lashga boshladi. Birdam to'lgandan keyin u ishida bir nimalarni o'qishga boshladi. Birdam turib, u ayol qo'ldagi yaproq toshni ikkiga aylantirdi. Hamda men qartib, qo'ldagi bir toshni otdi. Tosh darvozadan o'tib, mening qo'rsqimga tegdi. Men qo'rsqimni tutib tursam, to'yuqsiz toshdan nur chiqib, meni qal'a ichiga akirib ketdi. Men ochiqlab, "Bu o'lmagan olmasdi. Aran tasti bu yerdan chiqsam", deb uning hujum qilishga boshladim. Onun bilan bir kun ilishib, uningdagi parqiraq toshni elib oldi. Men parqiraq toshni tog' yendagi ko'lga tezlikda band qilayotgan shu paytda u ayol meni tutib elib, Sen ablah, men mingtasta erishgan parqiraq toshimni band qilyaptim. Men sen bilan bir band bo'laman, deb meni o'zini birga band qilib etdi. Bir zaman o'tgandan keyin sizlar ko'l bo'yiga kelib, tasodifiy u parqiraq toshni elib etdinglar. Asli parqiraq toshni suvdan ayirmaydigan ish edi. Amsa Samatni o'sha ayol tutib ketdimi? Dedim men. Mehmet aka. Shundoq. O mendan burun banddan yeshilib bo'lgan. O do'stlarni tutib ketdi. Bo'lgan ishlar mushu, dedi. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? dedi. O naydi asa. Sizlar parqiraq toshni olg'a yeringlar selib qo'ysanglar bo'ladi. Ey, siz nimishqa o'zingiz parqiraq toshni qo'yib qo'ymaysiz? dedi olim. Menga qarshi afsun bor. Men uni tutamayman, dedi Mehmet aka. Bizmi ortiq gap qilmay ma'qul dedik.
Ondaqda Samet qana qildi? Dedim men. Mehmet aka. Onundan xotirjam bo'linglar. Men uni qutqizaman. Dedi. Biz mu xotirjam bo'lib tursak, Ömer hasirab beshini tutib keldi. Onundan so'rdik. Adash, sen nima bo'ldi? Onu bir so'ramag'ina. Nimishqa? Zodi nimish bo'ldi? Shu adash, cho'ng tayrat qilib bo'lib, bir ikki qadam ilishimga bir tosh qilib putlashdim. Ondan o'zimning o'rniga o'zim o'ltirib soldim shu. Dedi. Bu gapni anglab, kulib yetib qoldi. Ömer achchiqlab. Bo'ldi kelishmagina ava. Deb achchiqlab ketdi. Boshqa chog'da chaqchaq qilib elinglar. Hozir men degan ishni qilsanglar. Dedi Mehmet aka. Ömer Mehmet akaga qarab etgandan keyin, "Voyjon!" deb to'lib etdi. Biz yana kulishga boshladik. Ömer qo'rqib turib, "O kim endi?" dedi. Bo'ldi, boshqa chog'da sen tushuntirib qo'yay. Hozir bizning qildigan ishimiz bor. deb olimga shart qildi. Olimni tezlikda yenimga keldi. Men Ömerga, "Biz bilan birga boramsan yoki Mehmet akam bilan birga qolamsan?" deb kulib turdi. Ömer, "Ay, chaqchaqni qo'ya, albatta sizlarni bilmayman-dima." Biz kelgan yo'limiz bilan orqamizga yenib ko'lga keldik. Biz ko'lning ichini birdam oqtirgandan keyin parqiroq tosh qo'ydigan bir yerni topdik. Men toshni qo'limga elib, toshni joyiga soldim. Ko'l yenik bir tavrab jimib qoldi. "Endi qaytayli", dedim ularga. Ularmi ma'qul deyishib, orqamda moldi. Biz qirg'oqqa 2 qadam qolganda tuyuqsiz putlarimiz harakatdan to'xtadi. Men darhol ko'lga qaradim. Ko'l normal edi. Birsi sat ovozda, "Kalva insonlar, mening damimga tushdinglar." deb Mehmet aka laylab keldi. Biz putimizni midiriltamadik. "Samet qani?" deb zardi bilan onundan so'rdi. "Men onu solab qo'ygan." "Vo abla!" dedi Ömer. "Bizni qo'yvat!" deb varqirashga boshladik. Mehmet aka, "Yo'q, o alvasti. O'yinning qiziqi endi boshladi." deb ichida bir nimalarni deyishga boshladi. Biz chiqqan o'nko'rdan suvlar chiqishga boshladi. Birer soatdan keyin suvlar asta-asta yutishga boshladi. Ana, qo'rsqimizga keldi. Ana, kelimizga keldi. Men ko'zimni ching yumdim. Tuyuqsiz, sat guldirilgan ovoz angladi. Men ko'zimni ochsam, Samet toshning yiniga o'zib minayotgan ekan. Alvastimi tez suratda Sametning yiniga qarab ushdi. "Oz qoldi!" deb to'ldi. Samet bor kuchini chiqarib o'zishga boshladi. Alvastimi Samet meni tutib olg'ili oz qolgan edi. Samet tezlik bilan toshni elib oldi. Alvasti, "Yo'q, yo'q!" deb suvga cho'kib ketdi. Suv asta-asta pastlamoqda. Bizmi asta-asta midrashga boshladik. Samet bizning yenimizga kelib, "Bir ish bo'lmaganda", dedi. Bizmi yo'qdidik. Biz suvga qarsak, alvasti ko'rinmaydi. Men Sametga, "Samet, qo'lingdagi bu toshni chiqibsa qandoq deysan?" "Chiqib qo'yayli." Samet atrofdan cho'ng bir toshni tepib, parqiroq toshni chiqishga boshladi. Xotima. Ular parqiroq toshni shu yerda chiqib o'tgandan keyin alvastimi yo'qab ketdi.
uning nega ketganligini hech kim bilmaydi. Biz maktabga qaytib keldik. Shuningdan boshlab maktabda dars boshlandi. Tog'dagi ishlarni o'ylab, kunlarimiz yana burunqidek xushal xo'ram o'tib. Tog' ustidagi qal'a nomli bu ovozliq asarning hamma qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat.